Yangi maktab oddiy maktab emas albatta. Mamlakat ta'lim tizimi uchun yangiliklar davriga ishora qiluvchi maskandir. Intellektual jamiyat qurishga qaratilgan katta islohotlar yo'lining davomiyligini ko'rsatuvchi navbatdagi manzil qariyb 1000 o'rinli maktabda fan xonalari, kompyuter va xorijiy til xonalari, robototexnika to'garagi, laboratoriya hamda zarur o'quv jihozlari bilan ta'minlangan. Davlatimiz rahbari joriy yilning 20-mart kuni Bektemir tumanidagi 358-sonli maktabga tashrifi chog'ida unda yaratilgan sharoitlar ta'limga qaratilayotgan e'tiborning yorqin ifodasi ekanligini ta'kidladi va ushbu tajribani barcha ta'lim muassasalariga tatbiq etish yuzasidan tegishli tavsiyalar berdi. Bektemirda 9 ta maktab bor. Endi bu 10-maktab sifatida tan olindi. Bu O'zbekiston bo'yicha top maktablar qatoriga kiradigan maktab hisoblanadi. Bolalarni bu yerda o'quvchilar 1-sinfdan to 11-sinfgacha o'qitamiz va buni sharofati bilan kasbga tayyorlaymiz. Agar mana shu ketma-ketlikda ketayotgan bo'lsa, butun O'zbekistonda Bektemir tajribasi keng jabhada jadallashtirish imkoni ham mavjud bo'ladi. Undan tashqari barcha o'sha Koreya kompaniyalari, Hong Kong akademik kompaniyalari ham ushbu maktabda o'z ish faoliyatini 2025-yil, 2026-yil o'quv yilida boshlaydi. Men mana shu maktabda ishlaganligimdan, prezidentimiz bilan ko'rishganligimdan juda ham faxrlanaman. Har jabhada intilishga prezidentimiz 24 soat mehnat qilyaptimi, biz yoshlar ham o'shanga ergashishga harakat qilishimiz kerak. Bir vaqt o'zida o'quvchilarimiz ham ta'lim oladi, ham robototexnikani o'rganadi. Chunki IT, sun'iy intellekt bu O'zbekistonda birinchi marta ketma-ketlikda davom etayotgan kasblar sohasiga kirayotgan bir kasb desak ham bo'ladi. Chunki 11-sinf bitirgandan keyin faqat attestat olib qolishmaydi. Mana shu Hong Kong akademiya xonalarimizda Koreya kompaniyalarimiz tomonidan beriladigan sertifikatlar asosida ham ishlashlari mumkin. Kamida $2000 boshlanib oylik to'lanadi. Robototexnika xonalarimizda robototexnikaning shu uskunalarni hammasini o'rganadi. Har bir texnologiya xonalarimizga texnologik jabhada muhandislik yo'nalishi bo'yicha ham o'rganishadi ular.